Samsifat gilam va mebel yuvish xizmati 2017-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan 9 yildan ortiq tajribaga ega ishonchli va sifatli tozalash markazi. Bugungi kunda bu yerda 50 ga yaqin malakali xodimlar ishlaydi va Turkiya texnologiyasiga asoslangan 10 dan ortiq zamonaviy uskunalar yordamida gilamlarni chuqur va sifatli yuvish xizmati amalga oshiriladi. Bu yerda nafaqat gilamlar, balki yumshoq mebellar, jumladan divan va kreslolar ham mukammal tarzda tozalanadi. Shuningdek, uylarning fasad qismini yuvish xizmati ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu jarayon 6 ta maxsus apparat yordamida bajariladi. Biz gilamlarni ajoyib tarzda tozalaymiz, pardalarni yangidek holatda qaytaramiz, mebellarni esa yana ham ko'rkam va jozibali qiyofaga keltiramiz. Eng qulay tomoni olib ketish va qaytarib yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Siz tinchgina uyda dam oling, qolgan ishni biz bajarib beramiz. Sifat, tozalik va ishonchni tanlang. Samsifat, uy tozaligi bizdan boshlanadi. Manzil: Samarqand shahri, Ko'l mahallasi, Ipak yo'li ko'chasi, 11-A uy.